Qizlar, qaranglar, turmush o'rtog'im menga eksklyuziv uzuv sovg'a qildilar, brilliant. Voy, Haifa, burosidan ham juda chiroyli ekan, necha karat ekan? Voy, nima farqi bor? Eng asosiysi chiroyli va qimmatbaho bo'lsa bo'ldim. Menga erim iPhone 6 Pro Max sovg'a qildilar. Shunaqa kamerasi zo'r ekan, umuman filtrlar kerak bo'lmas ekan. Voy, chiroyli ekan. Lekin taqinchoqlar bu bebaho, chunki ular menga qoladi. Erim menga undan ham zo'roq sovg'a qildilar. Brilliant va iPhone'dan ham qimmatroq narsa bormi? Qani bizlarni hayron qoldirchi? Qizlar, erim menga Roboklin sovg'a qildilar. 9 ta nasadqali innovatsion changyutgich. Men uyimni atigi 15 daqiqada tozalab chiqaman va undan tashqari ionizatsiya ham bor. Ionizatsiya ham qiladimi? U barcha tozalash ishlarini qiladi. Allo, Abror aka, menga keyingi safar nima sovg'a qilishingizni bilaman.